Sochiqning tomonlari 10, 10 va 12 ga teng bo'lgan. To'g'ri parallelpedning balandligi bor. Hajmini topishimiz kerak. Parallelped hajmini topishimiz uchun asos ko'paygan h formuladan foydalanamiz. Endi asos uchburchak tomonlari masalan 10, 10, 12. Yuzasini topish uchun Geron formulasidan foydalanamiz. Chunki bizga uchta tomoni ham berilgan ekan. Bu yoqda a plus b plus c taqsim 2. Qiladigan bo'lsak 32 ga bo'lsa 16. Demak, ildiz 16, 16 minus 10, 16 minus 10, 16 minus 12. 16 dan 4 chiqadi. Bu 6, 6 bo'ladi 4. 6, 4 dan 2 chiqadi. 48. V barobar 48 ko'paygan 10, 480. Ajoyib bo'lar ekan.